Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum aziz do'stlar, xush keldingiz. Bugun sizlar bilan dolma tayyorlaymiz. Bu dolma qiymali emas, turk usuli tayyorlanadigan dolma. Tamoman o'zbekcha dolmalardan farq qiladi. Sarma deyiladi bu yerda. Yaproq sarmasi deyiladi. Malzemelarga kelamiz endi. Malzemelar mana bu bulg'or qalampiri. Bolgarskiy deyiladi. O'shandan bir qoshiq va tomatni pastada pomidordan bir qoshiq. Bu anor sharbati, nordon bo'ladi bu, bilmaganlar uchun bir qoshiq. Va ko'katlar, ziravorlarga keladigan bo'lsak, yalpiz, maydalangan yalpiz, mo'ruch bor, kekik bor, tog' rayhon, jambil, kiyik deyiladi. Kekik bor, sumak bor, juda ham foydali sumak, tugilgan murch, garmdori va ozgina qand solamiz. Va bizda bulg'ur solinadi. Bulg'ur va guruch aralashtirib, xohlaganlar faqat bulg'ur yoki faqat guruch solsangiz ham bo'laveradi. Ikki xil tayyorlanadi. Kimdir bulg'urni ishlatadi, kimdir guruchdan, kimdir ikkisini aralashtirib ishlatishadi. Bulg'ur ham juda foydali hisoblanadi sog'liq uchun. O'shaning uchun bulg'ur bilan guruchni teng miqdorda sovamiz. 2 stakan guruch soladigan bo'lsangiz 2 stakan bulg'ur solsa bo'ladi. Va piyoz kerak bo'ladi. 2 katta piyoz. 3 piyoz solsangiz ham bo'ladi, 4 piyoz solsangiz ham bo'laveradi. Buni yaxshilab karameliza holga keltirish kerak piyozni, yo'qsa bo'lmaydi. Mazali bo'lishi uchun o'sha karameliza holga keltiramiz. Maydalab to'g'rash kerak. Va bunga xohlasangiz kimyon bor-ku, zira soling. Zira ham yaxshi. Va koriander, kishnish deyiladi. Kishnish nima deb juda ham ko'p so'raganlar bor-da. Kishnish shifobaxsh xususiyatlaridan bahs etgan videoda juda ham foydali. Mikroblarni bosqilaydi-da ichakdagi. Ham oshqozon uchun foydali. Juda ham foydasi bor. Videolardan qarab topib olsangiz bo'ladi. Va lekin mizojiga keladigan bo'lsak, biroz sovuq mizojli hisoblanadi. Shuning uchun diqqatli qo'llanish kerak, foydalanish kerak. Kishnishni koriander deydi. Ruschasi, o'zbekchasi donani urug'i hisoblanadi. Kishnish ham deyiladi aslında. Bilmaganlar uchun. Demak, piyozni yaxshilab to'g'rab olamiz, maydalab. Va yog' solamiz. Yog'ni ozgina solish kerak. Avval kichkina qahva finjonida ozgina solsangiz, yog' ko'p bo'lgan bo'lsa, piyoz yaxshi qizarmaydi. O'sha yog' bilan qaynab turaveradi. Shuning uchun oz yog'da, oz miqdordagi yog'da yaxshilab qizartib olamiz piyozlarni. Ana undan keyin yog'ni o'zingiz xohishingizga ko'ra sovurasiz keyin zaytun yog'ini. Lekin oz solish kerak mana shu qizartma protsessida. Piyozlar karameliza oldu. Şimdi mambo ekkan tomatni sovuramiz. Tomat, 2 xil tomat soldik. Sizga ma'lum. Ham pomidor tomati, ham bulg'or qalampiri tomati, ikkalasini sovurdik. Yaxshilab qizartib olish kerak. Tomatni ham yaxshilab qizarmaydigan bo'lsa, keyin jig'ildon qaynashiga sabab bo'ladi. O'shaning uchun tomatni yaxshilab
qizartib olish kerak. Piyoz bilan birgalikda. Past olovda. Keyin pripravalarni solamiz. Xohlaganlar bir xil taomada ishlatishi mumkin. Pripravalarni ham sovuramiz hammasini va yaxshilab aralashtirib olamiz bir qator. Yog' oz yog'da qizartdik, keyin sovarasizlar. Zaytun yog'laringizni xohlagan ta'bingizga ko'ra. Ya yog'li bo'lib ketsa ham bo'lmaydi. Lekin zaytun yog'imiz foydali. Bulg'urni sovoldik. Bulg'urni ham mana shular bilan birga yaxshilab ozgina qizartib olamiz bulg'urni. Ivitilgan guruchimiz bor, o'sha bulg'ur bilan bir miqdorda, teng miqdorda. O'sha bulg'ur bilan teng miqdorda ivitilgan bulg'urni ivitmaymiz. Guruch ivitiladi. Ivitilgan guruchni sovuramiz. Bu anaqaga. Guruch suvni ko'p tortib oladigan bo'lgani uchun guruchni avvaldan ivitib qo'yamiz. Bulg'ur unaqa emas. Bulg'urga ko'p suv kerak bo'lmaydi. O'shaning uchun bulg'urni ivitmaymiz va buni ikkisini birga ozgina o'sha yerda qizartib olamiz ozgina. Nishastalar qiriladi, guruch qizartirib olinsa, Ibn Sino o'sha asarlarda keltirgan. Nishasta deganimiz kraxmal. Va pomidor, maydalangan pomidor, qishga olib qo'ygan maydalangan pomidoringiz bo'lsa, o'shani ham sovorsangiz bo'ladi. Bu ozgina suv ham qo'yamiz. O'sha suvning miqdorini kamaytirish uchun ham nordonlik berish uchun, nordonlik mazasi berish uchun bu nordon bo'ladi. Juda ham ishtaha ochuvchi bo'ladi. Bizni do'lmalardan tamoman farq qiladi. Ozgina suv qo'yamiz. Guruch uchun, bulg'ur bor ichida, o'shalar uchun suv kerak bo'ladi. Ozgina bir stakancha suv quyiladi. Va tegini yopamiz. Anor sharbati soldik. Anorni qaynatib, shinnimi deyiladi, sharbatmi? Bu yerda nar ekshisi deyiladi-da. U yoqda bormi bilmayman. Bu anaqa nordonlik mazasi beradi. Bu sumak, o'shaning uchun ularni sovamiz buning ichirasiga. Petrushka nordonlik berish uchun. Mazasi juda ham yaxshi bo'ladi. Og'ir, anaqa yog'li, qo'y yog'li, qiymali, meymali emasdi. Bu yerga mehmondorchilikka kelganlar aytishadi-da, yaxshi hazm bo'ldi, yegan ovqatlarim juda ham yengil ovqatlar ekan deb. Shuning uchun turk usuli tayyorlanadigan ovqatlarni sizlarga ko'rsatib berishga qaror qildim. Shifo bo'lsin, sog'lik, ofiyat bo'lsin do'stlar. Mana shunaqa. Bu qiymaga, bu anaqamizga, masallig'imizga hech qanaqa qiyma, go'sht, bir narsalar solinmadi. Yengilgina. Buni boshqa qozonchaga olib qo'ydim. Bunga petrushka sovuramiz. Yana ham nordon bo'ladi. Bu sovigunga qadar uzum yaproqlarini olamiz, ochamiz idishdan. Qishga olib qo'yiladi-da. Mana shunaqa idishlarda saqlanadi. Idishlarga solib turaveradi buzilmasdan, lekin juda ham mazali. Tuz, suv, asosan tuz solinadi. Juda ham mazali. Suv ham qo'yishadimi, uni aniq bilmayman, lekin bilmayman. Faqat tuzdan ham yoqishadi, lekin hech narsa solmasdan. Lekin juda ham yaxshi turadi. Mazali. Normal yaproqlardan bor-ku, normal yaproqlardan, svejiy yaproqdan tayyorlagandan ko'ra, mana o'sha yaproqni mazasi juda ham mazali bo'ladi-da. Tayyorlab ko'ring. Sizga ham yoqadi deb o'ylayman, chunki birinchi yeb ko'rganda yoqmasligi ham mumkin. Lekin o'ylab qarasangiz gerçekten yaxshi.
Masalan, ichiga qiyma solmaysiz, yengilgina, ham nordon bir ishtaha ochadigan mazasi bor. Suvga solib tuzlarini yaxshilab chiqib ketish kerak-da, tuzlari. Agar tuzlari anaqa bir kundan oldin suvga solib qo'yilmaydigan bo'lsa, tuzlarini masalliqlar ichiga tuz solmaslik kerak. O'sha yaproqning tuzi o'sha masalliqqa o'tadi. Lekin vaqtingiz bemalol bo'lsa, bir kundan oldin suvga solib qo'yilsa, tuzlari chiqib ketadi. Men masalliqqa tuz solmayman. Mana shu yaproqni tuzi yetadi. Bir tozalab yuvib tashlaymiz, tuzi chiqquncha, keyin ishlatamiz. Bu qishloqdan kelgan. Bizga qishloqdan. Mana shunaqa tuzlarni chiqarib yuboramiz, yaxshilab qavatlarini ochib. Mana tayyor bo'lgan masalliq. Bunga yog' solib aralashtirib, zaytun yog'i bir finjon va priprava nima deydi, bu yashillik solib, ko'katlarni, maydanoz deyiladi, petrushkani yaxshilab aralashtirib olamiz va bukish. Bilsangiz kerak, bu yerda juda ham ozgina solinadi, bundan ham oz solinadi. Lekin biz vaqt sarflamaylik deb ja oz solinmaydi bizda. Har kim har xil tayyorlashadi. Kimdir mana shu usulda, kimdir bundan ham oz solinadi, qalamdek deyiladi. Juda ham oz solishadi. Lekin juda ham mayda qilib ham yaxshi emas-da. Bir Qur'oni Karimni bir sahifasini o'qib qo'ysangiz, u foydali. Buni maydalab o'tirgandan mazasi bir xil, lekin siqib o'rash kerak-da, o'rayotganda. Yo'qsa yumshab chiqadi. Ochilib ham ketishi mumkin. Siqib o'raladi. Va zich bo'lish kerak. Yaproqlarni ya'ni kichkina bo'lsa, 2 yaproqni bir-birini ustiga qo'yib tayyorlashadi. Tagiga, qozonchani tagiga olib ketmasligi uchun yaproqlarni ishga yaramaydigan mayda, yirtilib ketgan yaproqlar bo'lsa, o'shalardan sug'oramiz. Bir qator tekislab qo'yib chiqamiz va ustiga terib qo'yamiz. Tayyor bo'lgan anaqalarni, do'lmachalarni tayyorlab ko'ring do'stlar. Sizga ham yoqadi deb o'ylayman. Ham yengil, ham oshqozonga og'irmas. Ishtaha ochuvchi. Yaxshigina. Qo'yayotganda ham buni terib qo'yayotganda ham zich bo'lish kerak. Zich bir-biriga yopishgan holda, bo'lmasam ochilib ketishi mumkin. Bitta-bittalab terib chiqishadi va ustiga tarilka qo'yish kerak. Tarilka yoki bo'lmasa maxsus ustiga bostiradigan anaqa bor. O'shani bostiradigan narsalar bo'lsa, o'shani bostirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ochilib ketmasligi uchun-da, bemalol ichida qaynab ketmasligi uchun. Ochilib ketmasligi uchun o'shani qilinadi. Mana shunaqa tekisda bir xil zich qilib terib chiqamiz do'stlar. Bo'lgandan keyin eng ustiga limon kesamiz. Po'stloq qalin limon bo'ladigan bo'lsa, oq qismini olib tashlash kerak. Achchiq bo'lib qolmasligi uchun normal limon bo'lsa, shundoq kesib sovursangiz ham bo'ladi. Limon yana ham nordon qilish uchun ham mazasi go'zal bo'ladi. Va bunga suv quyamiz. Suv ozgina anaqa ustiga bostirilgan narsani, tarilkami yoki maxsus narsa qo'yasizlar-ku.
O'shani qo'ygan vaqtda bosganingizda suvlar biroz ko'rinishi kerakda, ustiga chiqishi kerak biroz ozgina. Lekin ko'p yuborsangiz bo'shab ketadi. Mana shu ko'rganingizdek bostirganda suv ko'rinib turishi kerak. Va baland olovda, o'rta olovda pishadi. Bir qaynagandan keyin o'rta olovga olish kerak. Mana do'stlar, tayyor bo'lgan holi ovqatimizni. Ustiga ko'kat sarpishi bizda yo'q. Turkiyada solinmaydi. Faqat qatiq bilan, yogurt bilan ichiladi. Ayron bilan ichsangiz bo'ladi va ustiga podliv o'zingiz tayyorlab olasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, ko'rishguncha.